Ahsanallohu ilaykum. Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin. Muallif rahimahulloh aytadi. Munajjimlik haqida kelgan xabarlar bobi. Imom Buxoriy o'zining Al-Jami'us Sahih asarida Qatoda rahimahullohdan quyidagi so'zni keltiradi. Alloh taolo ushbu yulduzlarni 3 narsa uchun yaratgan. Birinchisi, osmon uchun zinat. Ikkinchisi, shaytonlarga otiladigan narsa, rajm. Uchinchisi, yo'l topish alomatlari. Kimki yulduzlar haqida bundan boshqa ma'no va vazifalarni da'vo qilsa, u xatoga yo'l qo'ygan bo'ladi. O'z nasibasini zoyi qiladi va bilmagan narsasini zimmasiga yuklab olgan hisoblanadi. Qatoda rahimahulloh oy va yulduzlarning manzillarini o'rganishni makruh deb bilgan. Ibn Uyayna esa bunga ruxsat bermagan. Imom Ahmad va Ishoq ibn Rohuvayhlar esa bularni o'rganishga ruxsat berganlar. Munajjimlik haqida kelgan, ya'ni munajjimlik hukmi haqida kelgan deganidir. Imom Buxoriy rahimahullohning Qatodadan naql qilgan so'zi muallaq, sanadi uzilgan rivoyatdir. Imom Buxoriyning muallaq rivoyatlari Al-Jami'us Sahihning ichiga, ya'ni asl musnad qismiga kirmaydi, balki u bilan birga keladi. Ular Imom Buxoriy ba'zi ishlarni yoki hukmlarni bayon qilish uchun qo'shgan qo'shimchalaridir. Imom Buxoriyning sahihi bizga falonchi aytdi deb boshlanadigan musnad, ya'ni ishonchli roviylarning xabariga asoslangan hadislardir. Ammo falonchi aytdi yoki bizga falonchidan yetib kelishicha deb sanadsiz keltirilganlari sahihdan sanalmasa-da, undagi ma'no va ishoralar to'g'ridir. Xuddi Qur'onning mundarijasi, muqaddimasi, xotimasi, sahifa raqamlari va sura nomlari Qur'onda bo'lmaganidek, bu muallaqlar ham sahihda zikr qilingan, lekin undan, ya'ni sahih hadislar sirasidan emas. Ularning ichida sahihi ham, zaifi ham bor. Ba'zilarga bu muammoli tuyulishi mumkin. Ular sahihi Buxoriyda zaif hadis bor ekan deb biror muallaq rivoyatni dalil qilib keltirishadi. Bunga javob shuki, Imom Buxoriy bularni sahih kitobida zikr qilgan, lekin ular sahihning asl musnad hadislari qatoriga kirmaydi. Qatoda rahimahullohning so'ziga kelsak, uning sanadi sahih. U aytadiki, Alloh bu yulduzlarni 3 narsa uchun yaratgan. Birinchisi, osmon uchun zinat sifatida. Zero Alloh Qur'onda darhaqiqat biz dunyo osmonini chiroqlar bilan zinatlab qo'ydik. Mulk surasi 5-oyat. Ikkinchisi, belgi, alomatlar sifatida va yulduzlar bilan ular yo'l topurlar. Nahl surasi 16-oyat. Uchinchisi, shaytonlarga otiladigan tosh, rajm sifatida. Ularni shaytonlarga otiladigan toshlar qilib qo'ydik. Mulk surasi 5-oyat. Demak, yulduzlar faqat mana shu 3 maqsad uchun yaratilgan. Kimda kim ulardan boshqa maqsadlarni da'vo qilsa, ushbu gaplar unga raddiya bo'ladi. Yulduzlarga qarab, falon kuni bunday bo'ladi, piston kuni unday bo'ladi deyish munajjimlikdir. Bu yulduzlarning joylashuviga qarab kelajakda nima sodir bo'lishini aytishdir. Alloh siz u bizni bundan asrasin. Ammo oy va yulduzlarning manzil va joylashuvlarini o'rganish falakiyot ilmidir. Ba'zilar bu ilmni o'rganishni makruh deb bilgan, chunki bu insonni o'sha manzillarning o'zi biror narsa qiladi degan e'tiqodga yetaklashi mumkin. Xuddi Zayd ibn Xolid al-Juhaniyning hadisida kelganidek, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Robbingiz nima deganini bilasizmi dedilar. Ular Alloh va uning rasuli biladi deyishdi. U zot shunday dedilar: Bandalarimdan menga iymon keltirib ham kofir bo'lib ham tong ottirganlari bo'ldi. Kim yomg'ir Allohning fazli va rahmati ila yog'di desa, ana o'sha menga iymon keltirgan, yulduzlarga kufr keltirgandir. Ammo kim falon nav sababli yomg'ir yog'di desa, ana o'sha menga kufr keltirgan, yulduzga iymon keltirgandir. Imom Muslim rivoyati. Yulduzlar yomg'ir yog'dirmaydi. Asl yomg'ir yog'diruvchi bu Allohdir. Salaflardan kimki yulduzlarning joylashgan o'rnini o'rganishni makruh deb bilgan bo'lsa, inson bu borada chuqurlashib, adashib ketmasligi uchun shunday degan. Kim ruxsat bergan bo'lsa, bir foydali ilm, ya'ni falakiyot ilmi sifatida uni o'rganishga ruxsat bergan. Abu Muso roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: 3 toifa kishi jannatga kirmaydi. Mayxo'r, qarindoshlik rishtasini uzuvchi va sehrni tasdiqlovchi. Musnad Ahmad va Sahih Ibn Hibbon. 3 toifa kishi jannatga kirmaydi. Ya'ni ular jannatga dastavval kirmaydilar, balki gunohlariga jazo olganlaridan so'ng kiradilar. Ulardan mayxo'r, mast qiluvchi narsalarga mukkasidan ketganlar. Aroq ichish bu gunohi kabiradir. Bu ishni qilgan odam kofir bo'lmaydi.
Agar tavhidda o'lsa, jazosini olgach albatta jannatga kiradi. Shuningdek, qarindoshlik rishtasini uzuvchi ham jannatga dastavval kira olmaydi. U ham kofir emas, balki gunoh kabira qilgan kishidir. Sehrni tasdiqlovchi degani kimki sehrgarlar g'aybni biladi va ishlarni tasarruf qila oladi deb ishonsa, kofir bo'ladi. Lekin sehrning haqligi va uning odamlar orasini ajratib yuborishi kabi ta'sirlari borligiga ishonishning zarari yo'q. Alloh sizni yaxshilik ila mukofotlasin. Bu bobdagi masalalar. Yulduzlar yaratilishidagi hikmat. Bundan boshqa narsalarni da'vo qilganlarga raddiya. Oy va yulduzlarning joylashgan o'rinlarini o'rganishning hukmi borasidagi ixtilof. Sehrning biror turini tasdiqlagan kishiga bo'lgan tahdid.